Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan yana Zamira bu degani rus tili grammatika bilan darsning yana bitta qiziqarli qismi. Agar siz ham rus tilini tezroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, grammatikani ham zo'r tushunib ketishingiz kerak bo'lsa, bu videomiz aynan siz uchun. Bugun sizlar bilan harakat fe'llarini ko'rib chiqamiz. Harakat fe'llari. Bu deganda o'sha bizda hamma yurish, yugurish, uchish, suzish, sakrash, yana nima, ot minish, hamma fe'llari, mashinada yurish fe'llari kirib ketadi va ularni farqiga borish va to'g'ri ishlatishni bu darsda sizlar bilan o'rganamiz. Bugungi e'tibor markazimizda bizda hadid va idti fe'li. Doskani ikkita qismga bo'laman va ularni birin-ketin tushuntirishni boshlayman. Idti bor, idti degani bormoq. Hadid. Buni o'ylasangiz, ikkalasiniki ma'nosi bormoq, ikkalasiniki ham bir xil. Lekin farq nimada? Iti bu bir tomonli harakat, hadid bu tuda-suda. Har doim. Itiga biz qaysi ma'noni beramiz? Сейчас. Hozir ketyapman desiz, ya idu desiz. Yoki konkretное время. Konkretное время. Aniq bir vaqt. Deylik, ertaga obedda ketyapman bozorga desangiz masalanda, ili hadid. Hadidda qanaqa ma'no? Hadidda birinchi ma'nosi tuda-suda. Borib kelmoq ma'nosida. Всегда ma'nosida. Всегда degani har doim qayergadir borishingiz всегда ma'nosini bildiradi. Shunda, я всегда хожу по магазинам с подругой. Men dugonam bilan har doim magazin yuraman. Я сейчас иду с подругой. Men hozir dugonam bilan ketyapman magazinga. Endi tuslanishini ko'rib chiqsak, mana shu narsa juda ham muhim, eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Ya, agarda siz men ketyapman desiz, я иду deysiz. Я иду na работу. Men ishga ketyapman. Yoki biz ketyapmiz desiz, мы idem deysiz. Yo sizdan chiqmasa, mana bu yo harfi idem. So'zni yozganimizda biz ko'pincha mana idem deb yozamiz, lekin ma'nosida siz idem uchun tushunishingiz kerak, chunki yo harfi rus tilida ko'p tushib qoladi. Ty bo'lsa, shunday idешь, yana yosh. A biz bo'lsak, biz boryapmiz bo'lsa, мы idem. Endi o'g'il bola u, qiz bola u yoki средний родda u. Hammasi on, ana, ano, idет bo'ladi. Idет. Endi ular bo'lsa, ani bo'lsa, idut bo'ladi. Idut. Mana bu butun bir, mana shu nima deydi? Fe'lni hozirgi zamonda tuslanishi. Asosan buni hozirgi zamonda ko'rib chiqamiz. Agar men qayergadir boryapman bo'lsa, я иду. Sen boryapsan, ты идешь. Biz boryapmiz, мы идем. Siz boryapsiz, вы идете. Voy, nega buni ham мы идем qilib qo'ydim? Вы идете. Mana, вы идете. Да, и он идет, и они идут bo'ladi. Дальше. Endi hadid fe'lini ham ko'rib chiqamiz. Agarda siz men qayergadir har doim qatnayman desiz, ya хожу deysiz. Хожу. Agar biz qatnaymiz desiz, мы ходим bo'ladi. Mana j harfi dga o'zgaradi. Agarda sen qatnaysan desiz, ходишь deysiz. Ты ходишь. Agarda sizlar desiz, вы ходите. Agarda u o'g'il bola bo'lsa, agarda u qiz bola bo'lsa, agarda u средний род bo'lsa, он ходит. Ko'ryapsizmi? Дальше ular esa они ходят. Mana bu fe'lning asosiy qismida uning tuslanishi. Ko'rib chiqamizki, я хожу всегда. Ты ходишь всегда, он ходит всегда, мы ходим всегда, вы ходите всегда, они ходят всегда. Endi bunga
ikkita живой пример yozib ko'rsataman, qachon siz to'liq tushunishingiz uchun. Masalan, сейчас so'zi ko'pincha yordamchi. Сейчас он идет в банк. U hozir bankka ketyapti. Ko'ryapsizmi? Harakat hozir bir tomonga qaratilgan. To'g'ri, balki u qaytib kelar, lekin bizga hozir ketayotgani qiziq. Mana bu yerda yana men yozmadim, chunki ko'pincha yozilmaydi. Endi bu yerda esa ходитga qanaqa olamiz? Da ходит bo'lsa, ana ходит, ana женский род, ana ходит в банк каждый день. Каждый день degani nima degani? Har kuni. День. Mana ana ходит. Bu mavzu sizga qiyin tuyulishi mumkin. Ha, bilaman, lekin buni osonroq tushunish uchun sizga o'qituvchi ham kerak bo'lishi mumkin. Bizda offlayn va onlayn darslarimiz bor. Telegramdan yozib, bemalol darslarga o'zi qo'shilsangiz bo'ladi. Xohlagan paytingizda, xohlagan ustozingiz bilan va oson o'rganishga harakat qilasiz. Bizda grammatika ko'p bo'lmaydi. Xudo xolisa, mana bu mavzuni tushunsanglar, bu birinchi qismi fe'llar harakati. Buni ikkinchi, uchinchi va yana to'rtinchi qismlari ham bo'ladi. Bir boshdan polni o'rgataman. Yana like va podpiska bosib qo'ying. Darslar tezroq va sifatliroq chiqishi uchun. Xudo xolisa, keyingi darslarda ko'rishguncha paka-paka.